Assalamualaikum. Eng kichkinalardan biri 25 yumurtali apparatimiz. Qo'lni avtomat ishlagan bo'laveradi. Temperaturani regulировка qiladi. Temperatурani har 2 soatda qiladi. Yumurtni ham nasosi bor. Yumurtni ham boshqaradi. Bunday korobkada keladi mana. Упаковочный коробка. İçinde penoplastı var. Transportirovочный ham o'tib bo'lib ishlaydi. Apparat ustida bunday turadi mana. İçinde narsalar упаковкада keladi. Bular sborka qilamiz. Salafanlarda mayda chuqurlari, baklashka konkretno adadi komplektatsiyani ko'rsatayım. Mana nasosi bor, suv yumdikni boshqaradi. Mana zindari, pasporti, mana plyus zavqi turadi. Kunduziga tashlab, baklashka 12 voltlik kabeli shular bor komplektatsiyada. Laptopda mana kerak mana. Hozir ko'rsatdim mana. Keyingi bu mana. Bu yoqda qo'yib turib mana seziladi. Ular alınadi. Video chiqishni boshlaganda 19 kun alınib turib bu mana chetga yayiladi. Video kunga chiqadi. Mana chetga bunday chiqadi mana. Teshiklari bor, qo'yib turib chiqadi. Suvni mayyaga qo'yamiz. Gubkaga. Tovarimiz qora suvda 05 52 26 46 38, tsenasi 5,5 ming so'm.